Biz ham bugun trenddan qolmasdan buvijonim bilan Baringni sinab ko'ramiz. qani ketdik. Uyga kelsam buvijonim qozon oqartirishga YouTube'dan retsept ko'rib, shu bo'yicha qozonlarni qaynatib ko'ribdilar. Ko'rib turganingizdek, sezilarli natija yo'q. Endi buni Bavi bilan sinab ko'ramiz. Nima to'g'ri qildim, ish qilib butun Instagramda oldida sharmanda bo'lib qolmasaydi. Xullas kalom, birinchi Bavini idishlar u qaynoq suvimiz bilan birga faqirga solib qo'ydik. Idishlar tayyor bo'lguncha hovlidagi xazonlarni yig'ishtirib qo'yishga qaror qildim. Buvijonim ham boshqa ishlar bilan bandlar. Bir aylanib kelib qaraganimizda bitta ham o'xshamayapti, Feruz. shuncha urinishlarimiz zoya ketgandek ko'rindi. Buvijonim bo'lsa taslim bo'lmasdan qozonga o'tni balandroq yoq. Qaytadan urinib ko'ramiz dedilar. Shu tariqa belni boylab o'choqqa olov yoqdim. Buvijonim bo'lsa qaytadan suvni yangilab, Sen meni sharmanda qilmagin. Butun Instagramda oldida. qaynagan suvga idishni ham Bavini ham soldilar. Bir vaqt qarasam, Saxiy opoqijonim payshanbalik qilib to'g'rilarga osh berayotgan ekanlar. Hattoki opoqim to'g'rilari choyxona qilib o'tirgan vaqt siz hali ham choyxonaga chiqa olmadingiz. Va nihoyat bir aylanib kelganimda idishlar ham ancha oqarib, toza bo'lib qolibdi. Bu orada tovuqlar oshni hazm qilib, po'kaga yeyishga o'tib ketishibdi. Shisha yeganini eshitgandim, lekin po'kaga yeyishini birinchi marta ko'rishim. Ko'rib turganingizdek, mana shu idishimiz ancha oqaribdi. Lekin alyumin qopqoqlarimiz o'z rangini yo'qotib, ancha qorayib ketgan. Videoga like bosib, bizga obuna bo'ling, bundan qiziqlari hali oldinda. Baviga ham har xil narsani solavermaydi ekan. Lekin sochi nimalar oqartirar ekan, bu naqalarni qoraytirib qo'yar ekan, azizlar.